Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Putin NATO va Yevropa ittifoqini parchalamoqchi. Afsonaviy bokschi Rufat Rizqiy vafot etdi. Tramp Hormuz bo'g'ozini AQSh hududi deb e'lon qilmoqchi. Tojikiston prezidenti o'zbek zabon aholi uchun o'zbekcha maktablar qurishni buyurdi. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan, faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Putin NATO va Yevropa ittifoqini parchalamoqchi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025-yilning oxirida harbiy qo'mondonlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda 2026-yil uchun NATO va Yevropa ittifoqini ichidan parchalash vazifasini qo'ygan. Bu haqda yig'ilish tafsilotlaridan xabardor bo'lgan ikki davlat rasmiysiga tayanib New York Times xabar berdi. Nashr manbalariga ko'ra, Kremlning ushbu rejalarida Moldova alohida o'rin egallaydi. G'arb razvedka xizmatlarining ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya uchun Ukrainani bo'ysundirish birinchi darajali maqsad bo'lsa, Moldova ustidan nazorat o'rnatish ikkinchi o'rinda turadi. Qayd etilishicha, Moskva Moldovani nafaqat Ukrainaga, balki G'arbga qarshi keyingi harakatlar uchun ham qulay tayanch hudud deb hisoblamoqda. Putin shuningdek Ukrainaning janubiy hududlarini egallab, Rossiyani Moldova bilan bog'laydigan quruqlik yo'lagini yaratish niyatidan ham voz kechmagan. New York Times'ning yozishicha, Rossiya 2025-yil sentyabr oyida Moldovada o'tkazilgan parlament saylovlariga kiberhujumlar, dezinformatsiya kampaniyalari, ovoz sotib olish va targ'ibot ishlari orqali aralashishga uringan. Nashr manbalariga ko'ra, bu jarayonga Moldova ruhoniylari ham jalb etilgan. Moldova ruhoniylari Rossiyaga olib borilgan va u yerda ularga bank kartalari berilgan. Keyinchalik ular Moldovaga qaytib fuqarolarni Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendumga qarshi ovoz berishga undash kerak bo'lgan. Bundan tashqari Serbiya, Bosniya va Moskva yaqinidagi maxsus lagerlarda yuzlab Moldova fuqarolari qurol ishlatish, politsiya to'siqlarini yorib o'tish, dronlardan foydalanish hamda qo'lbola portlovchi qurilmalar tayyorlash bo'yicha tayyorgarlikdan o'tgani aytilmoqda. G'arb razvedkasi ushbu lagerlar Rossiya harbiy razvedkasi bilan bog'liq shaxslar tomonidan tashkil etilganini bildirgan. Moldova prezidenti xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Stanislav Sekreryurning fikricha, Rossiya Moldovani Ukraina va Yevropa ittifoqiga qarshi harakatlar uchun tayanch hududga aylantirishga urinmoqda. Biroq Moldova hukumatı bu urinishlarning oldini olgan. Saylovlar arafasida mamlakat politsiyasi yuzlab tintuvlar o'tkazib, maxsus lagerlarda tayyorlangan shaxslarni qo'lga olgan. Kiber xavfsizlik mutaxassislari esa G'arb davlatlari ko'magida xakerlik hujumlarini qaytargan. Natijada prezident Maya Sandu partiyasi parlamentdagi ko'pchilikni saqlab qolgan. Biz bir jangda g'alaba qozondik, ammo urushda hali g'alaba qozonmadik, degan Moldova kiber xavfsizlik agentligi direktori Mikhail Lupashko. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi urush davom etayotgan bir paytda NATO davlatlaridan biriga cheklangan hujum uyushtirib, alyansning qat'iyatini sinab ko'rishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Afsonaviy bokschi Rufat Rizqiy vafot etdi. Toshkent yo'lbarsi nomi bilan shuhrat qozongan afsona, Olimpiya o'yinlari va jahon chempionatlarida shohsupaga ko'tarilgan ilk o'zbek bokschisi Rufat Rizqiy 76 yoshida vafot etdi. Bu haqda Milliy olimpiya qo'mitasi matbuot kotibi Zafar Imomxo'jayev ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, Rufat Rizqiy 1974-yilgi jahon chempioni va 1976-yilgi Olimpiya o'yinlarining kumush medali sovrindori. AQSh, Kuba, Avstriya, sobiq Yugoslaviya, Ispaniyada o'tkazilgan xalqaro turnirlar g'olibi. Markaziy Osiyodagi ilk xalqaro toifadagi professional boks hakami. Hurmat belgisi, buyuk xizmatlari uchun el-yurt xizmati ordenlari kavaleri. Eslatib o'tamiz, 2016-yilning sentyabr oyi oxirlarida Toshkent shahridagi 16-shifoxonada shifokorlar venalar trombozining og'irlashishi sababli Rufat Rizqiy o'ng oyog'ining tizzadan pastini kesib tashlash uchun jarrohlik amaliyotini o'tkazganda. Tramp Hormuz bo'g'ozini AQSh hududi deb e'lon qilmoqchi.
AQSh prezidenti Donald Tramp 14-avgust kuni Eron ustidan yakuniy g'alaba qozonilgach, Hormuz bo'g'ozini Qo'shma Shtatlar hududi deb e'lon qilishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Nyu-York shtati politsiya akademiyasidagi uchrashuvda so'zga chiqqan o'quv rahbari hozirda suv yo'lini Islom Respublikasi portlarini to'sib turgan amerikalik harbiylar nazorat qilayotganini qayd etgan. Eron ustidan g'alabani yakuniga yetkazganimizdan so'ng ular hozir juda qattiq mag'lubiyatga uchrayapti. Yaqin orada Hormuz bo'g'ozini Qo'shma Shtatlar hududi deb e'lon qilaman. Aslida hozirning o'zida vaziyat shunday. Blokada bizda. Biz istamasak hech bir kema u yerdan o'ta olmaydi, dedi Tramp. Eron hukumati ham fevral oyida AQSh va Isroilning Tehronga qarshi urushi boshlangandan buyon kemachilik to'xtab qolgan bo'g'ozni o'zlari to'sib qo'yganini da'vo qilmoqda. Tramp Hormuz bo'g'ozini AQSh hududi deb bilish haqidagi bayonotiga hech qanday izoh bermagan. Bunday chora mintaqaga qo'shinlarni muddatsiz joylashtirishni talab qiladi. Vaholanki o'quv rahbari avvalroq Eron bilan urush qisqa muddatli bo'lishini aytgan edi, deb yozdi CNN. Bungacha Tramp Washington, Grenlandiya va Panama kanali ustidan nazorat o'rnatmoqchi ekanini ta'kidlagan. Shuningdek, Venesuelani AQShning 51-shtati deb atagan edi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Qosim G'aribobodiy Trampning bayonotini sharhlar ekan. Islom Respublikasi AQShning tahdidlari va kuch namoyishlariga berilmasligini ta'kidlagan. Mojaro boshlanganidan yarim yil o'tib Hormuz bo'g'ozining qamal qilinishi hamda Washington va Tehronning ushbu strategik yo'li nazorati borasidagi bahsi tufayli jahon neft zaxiralari kamayishda davom etmoqda. Avvalroq Eron hukumati Hormuz bo'g'ozini kemachilik uchun ochish maqsadida AQSh oldiga yangi talablar ro'yxatini qo'ygan edi. Ular orasida urush uchun tovon to'lash va sanksiyalarni bekor qilish kabi talablar bor. Shu bilan birga Tramp bo'g'oz AQSh nazorati ostida ekanini bir necha bor da'vo qilgan. Bir necha kun avval u amerikalik harbiylar Hormuzni minalardan tozalaganini aytgandi. Shuningdek, o'quv rahbarining fikricha, Tehronga iqtisodiy bosimni kuchaytirish yangi zarbalarga qaraganda samaraliroq bo'lib, mamlakat hukumatini yon berishga majbur qilish mumkin. Tojikiston prezidenti o'zbek zaboni aholi uchun o'zbekcha maktablar qurishni buyurdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Tursunzoda shahriga tashrif buyurib, o'zbek zaboni aholi uchun ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan muassasalar qurishni buyurdi. Ma'lum qilinishicha, prezident ushbu muassasalarni o'zbek tilidagi darslik va o'quv materiallari bilan ta'minlashni topshirgan. Davlat rahbari Tursunzoda shahridagi 21-sonli umumta'lim maktabning ochilishida qurilish ishlarining sifatini yuqori baholagan. Shuningdek, rasmiylar va o'qituvchilarni ta'lim-tarbiya darajasi va sifatini oshirishda yanada mas'uliyatli bo'lishga chaqirgan. Emomali Rahmon muloqot davomida pedagoglarni zamonaviy fanlarni rivojlantirishga va yangi texnologiyalardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratishga undadi. Shuningdek, aniq va tabiiy fanlar hamda xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ta'kidladi.